o'quvchilar, hozir biz siz bilan sehrli konvert metodini o'tkazamiz. Sehrli konvert metodini sharti shundaki, sizga mana sehrli konvertlarimiz bor. Mana shu konvertlarda siz ochasiz, sizga sehrli konvertimiz savol taqdim etadi. Siz savoliga to'g'ri javob bersangizgina, sehrli konvertimiz sizga ana shu savolingizga mos 5 ta so'z taqdim etadi va u so'zni siz olib doskada namoyon etib, xohlagan bitta so'zni tanlab, shu so'zdan menga nima gap tuzib bera olishingiz kerak. Tayyormisiz? Demak, boshlaymiz. Islombek, boshlaymiz. Kim? Demak, Islombekka kim degan savol chiqdi. Qoidasini aytamiz, Islombek. Shaxs va narsaning nomini bildirgan so'zlar kimlar nimalar so'roviga javob bo'ladi. Barakalla. Endi sehrli konvertimizdan senga taqdim etilgan so'zlarni olamiz. Doskada siz namoyon etaveradi Islombek. Endigi navbat Mohinorga. Konvertimizni ochamiz. Nima qildi? Demak, Mohinorga nima qildi degan so'roq berilibdi. Qoidasini aytamiz. Shaxs va narsaning harakatini bildirgan so'zlar nima qildi, nima qiladi, nima qilyapti so'roviga javob bo'ladi. Barakalla. Mohinorga ham nima taqdim etildi? So'zlar taqdim etildi. Barakalla. Sabina. Qanday? Demak, Sabinaga qanday degan so'roq tushdi. Qoidasini aytamiz. Shaxs va narsaning belgisini bildirgan so'zlar qanday qanaqa so'roviga javob bo'ladi. To'g'ri javob berdimi? Ha. Barakalla. Demak, sehrli konvertdan taqdim etilgan so'zlarni olamiz. Tayyormisiz, Islombek? Ha. Islombek, so'zlaring qanaqa ekan? O'qib sehrli konvert qanaqa so'zlar taqdim etdi? Dehqon, tikuvchi, bobo, shifokor, ustoz. Xohlagan bitta so'zni tanlab menga gap tuzib ber. Bobom shifokor bo'lgan. Bobom shifokor bo'lgan. Barakalla. Mohinur, qanaqa so'zlar taqdim etibdi sehrli konvert senga o'qib ber? Chizdi, chiqdi, o'qidi, tugadi, kuldi. Kuldi. Xohlagan so'zingdan bitta tanlab olib menga shu so'z ol. O'qidi. Ha. Kecha men kitob o'qidim. Kecha men kitob o'qidim. Barakalla. Mazali. Birinchi so'zlarimizni o'qiymiz, Sabina. Katta, qahir, qizil, mazali, uzun. Uzun, ha. Qaysi so'z